san'ati va sahna madaniyatini shakllantirish ta'lim muassasalaridagi o'quvchilar teatr studiyalari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularning ijodiy va intellektual qobiliyatini rivojlantirish maqsadida umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari o'rtasida To'ron maktab teatri respublika tanlovi tashkil etilgan edi. Hozirgi kunda joylarda tanlovning viloyat bosqichlari o'tkazilmoqda. Sirdaryo viloyati bosqichidan tayyorlangan lavha bilan mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. O'quvchilarning san'atga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning ijodiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarish va teatr san'ati orqali ma'naviy kamolotini yuksaltirish maqsadiga qaratilgan tanlovning viloyat bosqichida 11 ta maktabning teatr jamoalari ishtirok etishdi. Ikkita shart asosida o'tkazilgan tanlovda jamoalar milliy va umuminsoniy qadriyatlar, urf-odat va an'analarimizga zid bo'lmagan tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan asarlarni katta sahnada o'z talqinlarida ijro etishdi. Viloyat, tuman, shahar hamda sektor bosqichlarida tashkil etilgan bo'lib, o'tgan yil bilan solishtiradigan bo'lsak, o'tgan yili 403 nafar jamoalar ishtirok etish istagini bildirgan bo'lsa, bu yil 1068 nafar jamoalar ushbu tanlovda ishtirok etish istagini bildirishdi. Bu esa mana shu tanlovga bo'lgan qiziqishning o'quvchilarimiz orasida keng yoyilayotgani, keng targ'ibot etilayotganligini dalolat beradi. Bugun ham mana shu 11 ta jamoalar, ya'ni 88 nafar ishtirokchilarimiz bugun viloyat bosqichida o'zaro bellashish maqsadida ishtirok etmoqdalar. Albatta, ishtirok etayotgan jamoalarimizni bugun sahnada ko'zlariga termilib shu narsani ko'rdimki, ularning har birini ko'zida o'zida iqtidori, iste'dodi borligini namoyon. Toju taxtdan voz kechmoqqa jazm etdim. Bu kun dilim vayrondir. Ey Alloh, o'zing g'ofil bandanga bergil panoh. Ko'ra 3-o'rin Bayot tumanining 19 maktab jamoasiga, 2-o'rin Yangiyer shahrining 5 maktab jamoasiga, tanlov g'olibligi Guliston shahrining 6 maktab jamoasiga nasib etdi.